Hozir bitta prank qilamiz. Pul ichiga tiqamiz filtrni. Bu kishiga sotib ko'ramiz qanaqa bo'ladi. ichiga pul bor. Bu qog'oz filtrimiz. Mana ketdik. Javohir aka, mana shu filtrni 50 mingga sotib olasizmi? Bo'laman ha. To'xtang, ko'rdingizmi biron nima? Ko'rdimmi? Nimani ko'rdingiz? Ya 50 mingga sotsam sotib olasizmi mana? Bo'laman ha, o'zi 50 minglik-ku narx. 50 mingga emas-ku buni narxi. 50 mingga emas-ku. Bo'laman aka. Nimaga olmoqchisiz? Yo'q, o'zi yaxshi narsa-da bu. Mana hech narsa yo'q. Yaxshi narsa bo'lmasa ham olaman-da men. Ha, nima qilasiz? Nimaga ishlatasiz? Filtrga qo'yamanmi? Bering, sizdan 50 ming chiqsa beraman. To'xtang, yoningizdan chiqsa beraman. Sistem yonimda yo'q. Bo'lsa oladingizmi? Olaymi. Bu yerda pul borligini ko'rdingizmi? ichiga pul bor edi. Suv biznesi uchun filtrimiz 1 soatga 500 litr beradigan mineralizatsiya ultrafiolet hamma narsasi qilingan. Suv filtrimiz chiqib ketyapti. Manzilimiz Qarshi shahrida. Bu filtrimiz Kasb tumaniga chiqib ketyapti. Umida choyxonadan kirib kelishda bu tomoni Surxondaryodanki suv filtri. Bu filtrimiz sammoyka varianti 1 tonnalik chiqib ketyapti. Bu suv biznesiga chiqib ketyapti. Yengilgina prankchani qildik. Agar pulingiz bo'lganda mana shuni berardim aka sizga. 100 ming bor edi ichida. O'zi 25 ming turadi, tizimi 25 ming turadi. Suv filtrlarimiz 1 tonnalik, 500 litrlik, avtomat ruchni, unga kerak bo'ladigan hamma zapchaslari, plus Aqua Box hammasi mavjud. O'zbekiston bo'ylab ishlaymiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Suv filtrlari va unga kerak bo'ladigan ehtiyot qismlari mavjud.